Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda deputat Feruza Jo'rabekovani obro'sizlantirishga qaratilgan video tarqalyapti. Pastkash erkaklari bor huquqni himoya qiluvchilar ishlayotgan jamiyatning borligi uyatli. Kusherbayev. G'irrom va ispanskiy tit Allamjonov, Alimov, Ahmedov xavfsiz tun tadbirida qo'lga olingan deputat haqida. Videosi tarqalgan deputat ayol nimadan norozi? Komil Allamjonov deputat ayol voqeasi haqida. Erkakning ishini qilishmabdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda deputat Feruza Jo'rabekovani obro'sizlantirishga qaratilgan video tarqalyapti. Bugun jamoatchilik e'tibori ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoga qaratildi. Videoda xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashi deputati Feruza Jo'rabekovna va bir erkak noma'qul vaziyatda ekani aks ettirilgan. Video virus bo'lib ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda va jamoatchilikning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari deputatning shaxsiy hayotiga daxldor videoni tarqatib, uning sha'ni va obro'siga putur yetkazishga urinish bo'layotgani qoralanmoqda. Feruza Jo'rabekovna o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida tarqalayotgan videolarga munosabat bildirib, bunda Toshkent viloyati ichki ishlar bo'limi xodimi Rahimov Ziyodullani ayblagan. Toshkent viloyati ichki ishlar bo'limi xodimi Rahimov Ziyodulla, rahmat sizga, hammasi uchun javob berasiz hali. Nurafshondagi qiliqlaringiz, namunali uylardagi Milliy gvardiya xodimlari oldidagi kayf holatdagi qiliqlaringizni ko'rgan, bilganlar o'lgani yo'q hali. Barmog'imni sindirib, tirnog'imni sug'urib olib, meni nimalarnidir yozishga majbur qilganlaring uchun javob berasizlar hali. Endi nima bilan qo'rqitasanlar? Shunaqa shantajlarning borligini endi hamma biladi. 5 ta erkak meni zo'rlab nimalarni yozdirmoqchi bo'lganligini ertaga aytaman. 2-oktyabr kuni meni ne ko'ylarga solgan, zo'ravonlik qilib nimalarni yozdirmoqchi bo'lganlarning men bloger, jurnalist, deputat do'stlarimni chaqirganimda qochib ketganlaringni hammasini aytaman. Sandaqa ifloslar o'zbek erkaklari nomiga faqat dog' tushiryapsanlar. Asl basharangni ochaman, ishon, dedi Feruza Jo'rabekovna. Videodagi hodisa qachon va qayerda tasvirga olingani aniq emas, biroq vaziyat fuqaroning shaxsiy hayotiga daxldor bo'lib, uni ijtimoiy tarmoqqa tarqatish uning huquqlarining buzilishi demakdir. Pastkash erkaklari bor huquqni himoya qiluvchilar ishlayotgan jamiyatning borligi uyatli. Kusherbayev. Xabaringiz bor, bugungi kunda videosi tarqalgan xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashi deputati Feruza Bobasheva atrofidagi voqealar diqqat markazida bo'lib turibdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevning Feruza Bobashevaning videosi tarqalishiga munosabat bildirdi. O'rta Chirchiq tumani kengashi deputati bilan sodir bo'layotgan voqealar afsuski bizda hali ham odamlarni obro'sizlantirish yo'lida har qanday pastkash va noqonuniy usuldan foydalanish mumkinligini ko'rsatmoqda. Yomoni shuki, bu qonun bilan himoyalangan shaxsiy hayot daxlsizligi tushunchasini amalda nol qilishga urinish bo'layotganligini anglatadi. Va afsuski, bu prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida Yangi O'zbekistonda inson qadri uchun degan shiorga mos olib borilayotgan islohotlarga nisbatan tamomila zid harakatlardir, dedi Kusherbayev. Parlament deputati kim va nima bo'lishidan qat'iy nazar odamni sindirishda bunday usul qo'llash kerakmasligini ta'kidlagan. Shu o'rinda jamiyat va yaqinlari oldida deputat qanchalik ma'nan javob berayotgan bo'lsa, shaxsiy hayot daxlsizligini buzgan shaxslar ham qonun oldida shunchalik javob berishlari shart. So'nggi so'z shuki, pastkash erkaklari bor huquqni himoya qiluvchilar ishlayotgan jamiyatning borligi uyatli. Erkaklarni uyatga qo'ymang, farishta erkaklar, deya so'zini yakunlagan Kusherbayev. G'irrom va ispanskiy tit Allamjonov, Alimov, Ahmedov xavfsiz tun tadbirida qo'lga olingan deputat haqida. Bloger Nurbek Alimov deputat bilan bo'lgan voqeani ijtimoiy tarmoqqa e'lon qilganlarni miyasi yo'q deb atadi. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda deputat ayolning intim videosi chiqibdi. Nushto buning shaxsiy hayot. Uni yotgan uyga bostirib kirib videoga olganlar esa pastkashni ishini qilishibdi. Aytishlaricha, bu ayol turli jiddiy muammolarni ko'tarib chiqqan ekan. Men tushunmayman, shu ayol qanday qonun buzganiga. Ertaga sen qaysidir hokimga yoqmay qolsang, uyingda vannaga cho'milayotgan yeringda kamera ko'tarib kirishadi-da, shu videodan skrinshot qilib, G'ishmatning yalang'och rasmlari tarqab ketgani haqida xabar chiqarishadi. To'g'risi, odamni shunaqa qilib sharmanda qilishga urinuvchilarni miyasi yo'qligi uchun ularga rahmim ham keladi. O'zbek jamiyati konservativ, bunaqa narsalarni ko'tara olmaydi. Aslida esa ijtimoiy tarmoqlarda hamma tushunib turibdi bu shaxsiy hayotga daxl ekanligini. Komil aka aytganidek, erkakning ishi bo'lmabdi. Bu ishni kimlar qilgan bo'lsa ham, maylimi qonunni buzmasdan o'zimiz bilganimizcha bemalol yashasak, deb yozdi Alimov. Feruza Bashayeva xavfsiz hudud va xavfsiz tun tezkor profilaktik tadbirida qo'lga olindi.
Xabar berilganidek, Toshkent viloyatida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, jazo muqarrarligi va qonun ustuvorligini ta'minlash bo'yicha Ichki ishlar bosh boshqarmasi va hamkorligidagi tashkilotlar bilan xavfsiz hudud va xavfsiz tun tezkor profilaktik tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Jumladan tadbir davomida Bo'stonliq tuman Xumson mahallasida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, Sarvar va Bahrom ismli shaxslar tuman Chorbog' Go'zal bog'i jamiyati hududida joylashgan dala hovlilarida ishratxona tashkil qilib, kunlik ijaraga berilishi va ularga shaxslarni jinsiy aloqa qilishlari uchun shart-sharoit yaratilganligi, tuni bilan ayrim axloqi buzuq shaxslar aholi tinchligini buzayotgani va bu nafaqat kattalar, balki yoshlarga ham salbiy ta'sir qilayotganligini bayon qilib, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rishlarini so'ragan. Ushbu murojaatga asosan joriy yilning 2-oktyabr kuni Ichki ishlar bo'limi boshlig'i tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tekshiruv davomida murojaatda ko'rsatilgan dala hovli ko'zdan kechirilgan. O'sha vaqtda ham xonadonda 2 nafar ayol, 2 nafar erkak kishilar borligi aniqlangan. Ular bilan o'tkazilgan suhbat davomida alkogol mahsulotlari iste'mol qilinganligi va ishqiy munosabatda bo'lish maqsadida kelishganliklarini ma'lum qilgan. Hozirda mazkur jarayon aks etgan video tasvirning ijtimoiy tarmoqlardagi o'zaro yozishmalar orqali tarqalganligi holati yuzasidan qo'shimcha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shu o'rinda qayd etish joiz, bu kabi odob axloq bilan bog'liq qonun buzilishi holatlariga qarshi viloyat ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan muntazam ravishda tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazib boriladi. Jumladan joriy yilning o'tgan 10 oy davomida Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan Jinoyat kodeksining 131-moddasi bilan bog'liq 100 ga yaqin, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 190-moddasi bilan esa 50 dan oshiq holatlar aniqlanib, qonunga belgilangan tartibda chora ko'rilgan. Bugungi kunda ham viloyat bo'ylab tezkor profilaktik tadbirlar davom ettirilmoqda. Videosi tarqalgan deputat ayol nimadan norozi? Qalampir.uz 18-noyabr kuni Xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashining odob axloq komissiya deputat bilan bog'liq holatni muhokama qilish haqidagi xabarga asoslanib O'rta Chirchiq tumaniga yetib bordi. Ijodiy jamoa 15:50 da hokimiyatga yetib kelganida majlis o'tkazilishi hali aniq emas degan javob berildi. Oradan biroz vaqt o'tib soat 16:15 da deputat 15 daqiqa kechikkanligi sababli majlis tarqatib yuborilganligi haqida aytishdi. Shu o'rinda savol paydo bo'ladi. Majlis qachon yig'ildi-yu qachon tarqalib yuborildi? Ushbu tushunarsiz holatga Xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashi mudiri Baxtiyor Bahoviddinovdan izoh so'radik. Jo'rabekovni men bu masalaga tayyor bo'lmaganligim uchun menga bir hafta vaqt berishingizni so'rayman deganda, bu ish bo'yicha doimiy komissiyaning qarori taqdim qilinib, bir hafta muhlat berilgan edi. Doimiy komissiyaning reglamenti bo'yicha 26-moddada deputatlik odobi bo'yicha komissiya xohlagan vaqtda o'zlari rejalashtirilib yig'ilishi va bandda ko'rsatilganidek majlisni yopiq o'tkazish vakolatiga ega. Yopiq o'tkazilganligi yoki u joyda qilingan vazifalarning hammasi bizda o'rnatilgan qonun va qarorlar asosida bo'ladi. Bu qilingan ishlarning hammasi o'rnatilgan tartiblar asosida o'tkaziladi va materiallar sessiyaga tayyorlanmoqda, dedi kengash mudiri. Shu o'rinda Baxtiyor Bahoviddinovni majlis haqiqatdan ham o'tkazilganligi qanchalik haqiqatga yaqin ekanligi borasida so'raganimizda, u shunday dedi. Bugungi majlis bo'lmaydi. Bu narsa bugunga rejalashtirilmagan edi. Ya'ni bu majlis bir necha kun oldin ham aytilmaydi. Yopiq tarzda o'tkaziladi, qaror qabul qilindi va sessiyaga taqdim qilinadi. 22-noyabr kuni o'tkaziladigan sessiyada bu narsa bo'ladi. Xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashi mudiri qaror qabul qilingan bo'lsa, deputat Feruza Babashovaning o'zi uning mazmuni bilan qachon tanishishi haqidagi savolga ham javob berib o'tdi. Doimiy komissiya bu narsani 4 nafar deputat ishtirokida ko'rib chiqadi. Bu masalani ular o'z ichiga sessiyaga chiqarish yoki chiqarmaslik masalasini ko'radi, dedi Xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashi mudiri. Alohida qayd etish kerakki, deputat Feruza Babashova atrofdagi vaziyat jamoatchilik diqqat markazida turgan va nomaqbul videoning tarqalishi norozilikka sabab bo'layotgan bir vaziyatda odob komissiyasi majlisining o'tkazish bilan bog'liq holat kishini shubhaga soladi. Dastlab komissiya majlisi o'tkazilishi haqida xabar berilishi, keyin esa majlis deputat sabab tarqatib yuborilganligini ma'lum qilindi-yu, yakunda bu yig'ilish bugunga belgilanmaganligini aytish Feruza Babashova atrofidagi voqealarga shubha bilan qarash o'rinli ekanligiga ishora qiladi. Komil Alamjonov deputat ayol voqeasi haqida: erkakning ishini qilishmabdi. 2 kundan buyon ijtimoiy tarmoqlarda asosiy mavzu Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani kengashi deputati Feruza Babashova bilan bog'liq mojaroli video muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Tarmoqlarda deputatning nojoiz videosi tarqaldi. Bu faollar va ijtimoiy tarmoqlardagi blogerlarning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Ular birinchi navbatda O'zbekiston fuqarosining shaxsiy daxlsiz huquqiy
huquqini paymol qilinganligiga e'tibor qaratgan. Jumladan, Mass Media fondi Vasiliy kengashi raisi Komil Alamjonov ushbu videoni tarqatib yuborganlar erkakning ishini qilmaganligini ta'kidlagan. Deputat ayolni to'shagiga bostirib kirib, borib uni videoga olib chiqarib yuborgan erkaklar erkakni ishini qilmadi. Har qanday kurash sog'lom bo'lishi kerak. Ifloslik boshlandimi? Bu kurash emas, jinoyat va unga jazo bo'lishi kerak. Yaxshi ishlar bo'lmabdi deb yozgan Alamjonov. Asaxiy internet do'konining asoschisi Firuz Allayev ham bunga munosabat bildirdi. Menimcha bu shunchaki oddiy voqea emas, balki ayol bilan oldin sodir bo'lgan voqealar uchun kimningdir o'ch olishidir. Agar shunaqa bo'lib chiqadigan bo'lsa, bu o'ta xunuk va xavotirli holat. Birovni og'zini yumish yoki o'ch olish uchun eng xunuk va iflos vositadan foydalanishgan bo'lib chiqadi. Bunda ijtimoiy tarmoqda hatto ba'zi bir bizni himoya qilishi kerak bo'lgan organning aloqasi borligini gumon qilishmoqda. Buni tekshirishga kimgadir vakolat bo'lsa tekshirib aytar. Asosiy masala bu shaxsiy hayot daxlsizligidir. Qonun bilan moral bir-biriga qarshi keladigan joylar hayotga uchrab turadi, lekin normal davlatda normal emas, qonun ustun bo'ladi. Shaxsiy hayot daxlsizligi bu muhim qadriyat, bu inson huquqlari masalasi. Ikki kishi bir-biri bilan xohlab aloqada bo'lishini qonun taqiqlamaydi. Agar pul aralashmagan holda ikki shaxs o'z xohishi bilan birga bo'ldimi, demak unga qarshi bunaqa hujum katta xatodir. Qo'polroq qilib aytsa, kim hayajonga berilib, moral tomondan uni haqorat qilayotganlarni tushunaman, lekin moral yoki odob axloq qoidalarini qonundan farqli ravishda bajarilishi majburiy bo'lmagan narsa, mutlaq narsa ham emas. Shaxsga qarab moral standartlarini o'zgartirib boradi. Bir kishi aqlga ham sig'dirmaydigan narsa boshqa kishi uchun tabiiy hodisa bo'lishi mumkin. Shu uchun ham tanqid qilish mumkin, lekin haqorat, tuhmat yoki shaxsiy obro'sizlantirish mumkin emas. Deputat ayol masalasi bo'yicha to'liq qonunan ko'rib chiqilishi va huquq-tartibot organlari bu mamlakatda moral yoki ko'cha mentaliteti emas, aynan qonun bilan yaxshilanishi kerakligi ko'rsatilishi shart deb yozgan shaxsiy sahifasida. Ijtimoiy tarmoqlarda deputat Firuza Jo'rabekovani obro'sizlantirishga qaratilgan video tarqalyapti. Bugun jamoatchilik e'tibori ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoga qaratildi. Videoda xalq deputatlari O'rta Chirchiq tuman kengashi deputati Firuza Jo'rabekovna va bir erkak noma'qul vaziyatda ekani aks ettirilgan. Video virus bo'lib ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda va jamoatchilikning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari deputatning shaxsiy hayotiga daxldor videoni tarqatib, uning sha'ni va obro'siga putur yetkazishga urinish bo'layotgani qoralanmoqda. Firuza Jo'rabekovna o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida tarqalayotgan videolarga munosabat bildirib, bunda Toshkent viloyati ichki ishlar bo'limi xodimi Rahimov Ziyodullani ayblagan. Toshkent viloyati ichki ishlar bo'limi xodimi Rahimov Ziyodulla, rahmat sizga, hammasi uchun javob berasiz hali. Nurafshondagi qiliqlaringiz, namunali uylardagi Milliy gvardiya xodimlari oldidagi kayf holatdagi qiliqlaringizni ko'rgan, bilganlar o'lgani yo'q hali. Barmog'imni sindirib, tirnog'imni sug'urib olib, meni nimalarnidir yozishga majbur qilganlaring uchun javob berasizlar hali. Endi nima bilan qo'rqitasanlar? Shunaqa shantajlarning borligini endi hamma biladi. 5 ta erkak meni zo'rlab nimalarni yozdirmoqchi bo'lganligini ertaga aytaman. 2-oktyabr kuni meni ne ko'ylarga solgan, zo'ravonlik qilib nimalarni yozdirmoqchi bo'lganlarning men bloger, jurnalist, deputat do'stlarimni chaqirganimda qochib ketganlaringni hammasini aytaman. Sandaqa ifloslar o'zbek erkaklari nomiga faqat dog' tushiryapsanlar. Asl basharangni ochaman, ishon, dedi Firuza Jo'rabekovna. Videodagi hodisa qachon va qayerda tasvirga olingani aniq emas, biroq vaziyat fuqaroning shaxsiy hayotiga daxldor bo'lib, uni ijtimoiy tarmoqqa tarqatish uning huquqlarining buzilishi demakdir. Marhamat, e'lon qiling. E'lon qiling. E'lon qiling. E'lon qiling, marhamat e'lon qiling. Ketdik, har kim o'zini qilgan